Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz katta qo'rg'onli aka-ukalar. Arzon narxlardan traventin qildirmoqchi bo'lsanglar, ustakalarimiz ishi bilan va narx-navosi bilan tanishtiraman. Qaranglar, qadrdonlar, hamma masallig'i ichiga 120 ming so'mdan qilib berdim dedilar. Katta Qo'rg'on shaharga o'tiribmiz. Kirpishni chorrahasidan kelaverish, bu tomonimiz Raddomga o'tib ketaverish. Eski Raddom ko'chasiga hozir ichkariga kiraveramiz. Hormaylar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Bor bo'ling, tog'ajonim, buni qaranglar. Juda ham chiroyli ishlari, narxini birdan aytib o'tdim. Akajonim, mana shu kvadratni hammasini masalliqlari ichiga nech puldan qilgansiz, akajonim? Assalomu alaykum. Bu atajeto kvadratini, materiallari, xizmat haqlari, hamma narsasi ichiga, tegalari ham ichiga 120 ming so'mdan qilib berdik. 120 ming so'mdan hamma tegalari ichiga, masalliqlari ichiga 120 ming so'mdan bo'lyapti. Akajon, meni obunachilarim agar telefon qilsa, yana ham kattaroq ob'yom bo'lsa, ozgina o'tib berasiz. Men obunachilarim qilsa 5%, 10%gacha siz nomingizdan skidka qilib beramiz. Qadrdonlar, agar xonadonlarimizda imorat qilgan bo'lsa, yangi traventin qildirmoqchi bo'lsanglar, mana shunaqa attachento fason, har xil fasonlari bor dedilar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz deyaptilar akajonimiz. Akajonim, qayerga bo'lsa, masalan, Samarqanddan chiqadimi, Vodiydan chiqadimi, klientlar telefon qilaversinlar. Navoiy, Buxoro o'tomonligi. Navoiy, Buxoro, Payshanba, Moybuloq bo'ladimi, borib xizmat ko'rsatasizlar. Narxini aytib o'tdik. O'sha 120 ming so'mning ichiga hamma masallig'i kiradi, to'g'rimi? Faqat abed qilib beradilar, lisa olib beradilar, bo'ldi. Qadrdonlar, akajonimizning raqamlarini pastga yozib qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Tog'ajonim, sog' bo'ling siz ham. Umringiz uzoq bo'lsin, shu xonadonlarga faqat yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Salomat bo'linglar.